Bugun men siz bilan har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga va har bir pensionerga bevosita tegishli bo'lgan juda muhim mavzuni gaplashaman. Pensiya reformasi va minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqidagi masala. Bu oddiy yangilik emas. Bu sizning ertangi kuningiz, ota-onangizning bugungi daromadi, farzandlaringizning kelajakdagi ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq masala. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, menga hali pensiyaga ko'p bor deb o'ylamang. Aynan hozirgi ish stajingiz, rasmiy maoshingiz, pensiya jamg'armasiga tushayotgan badallaringiz ertaga qancha pensiya olishingizni belgilaydi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, bu mavzu siz uchun 2 karra muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam bilishi kerak. Men ko'p yillardan beri pensiya, ijtimoiy to'lovlar, ish staji, rasmiy va norasmiy bandlik masalalarini kuzatib kelaman. Eng katta muammo shundaki, odamlar pensiya tizimini juda kech tushuna boshlaydi. Odatda inson 25 yoki 6 yoshga yaqinlashganda hujjat yig'ishga kirishadi. Shunda ma'lum bo'ladiki, ayrim yillar stajga kirmagan, ayrim ish joylari rasmiy bo'lmagan, ayrim maoshlar konvertda berilgan, ayrim hujjatlar yo'qolgan. Natijada odam butun umr ishlagan bo'lsa ham pensiyasi kutilgandan ancha kam chiqadi. Ilgari ko'pchilik uchun pensiya tizimi shunday ishlagan. Qancha rasmiy staj bo'lsa, qancha rasmiy maosh ko'rsatilgan bo'lsa, shunga qarab pensiya hisoblangan. Lekin amalda katta muammo bor edi. Odam 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin maosh hujjatda juda past ko'rsatilgan. Masalan, korxona ungoyiga 4 million so'm bergan, lekin rasmiy hisobotda 1,1 million ko'rsatgan. Yoki bozorda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda ishlagan odam umuman rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Bunday holatda pensiya yoshiga kelganda odamning haqiqiy mehnati ko'rinmay qoladi. Endi esa jamiyatda va iqtisodiy siyosatda asosiy savol qo'yilyapti. Pensioner odam yashash uchun yetarli daromadga ega bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? Agar minimal pensiya 6 million so'm darajasida belgilansa, bu katta ijtimoiy burilish bo'ladi. Chunki 6 million so'm degani pensionerning faqat non, choy va kommunal to'lov bilan cheklanib qolmasligi, dori-darmon, kiyim, transport, oddiy maishiy ehtiyojlar va shifokor ko'riga ham imkon topishi demakdir. Lekin men bu yerda juda muhim narsani aniq aytaman. Har qanday pensiya reformasi faqat hamma 6 million oladi degan oddiy jumladan iborat bo'lmaydi. Bunday tizimning manbasi, shartlari kimlarga tegishi, qaysi toifadagi odamlar uchun qo'llanishi, rasmiy staj talablari, byudjet imkoniyati, inflyatsiya ta'siri va soliqlar bilan bog'liq tomonlari bo'ladi. Shuning uchun men bugun masalani shior bilan emas, amaliy hayot bilan tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya bu davlatning odamga beradigan tasodifiy sovg'asi emas. Pensiya bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'langan soliqlari, pensiya badallari va ijtimoiy tizimda qayd etilgan huquqlarning natijasidir. Shuning uchun men doim aytaman, rasmiy ish haqi qanchalik muhim bo'lsa, ertangi pensiya ham shunchalik kuchli bo'ladi. Agar minimal pensiya 6 million so'm miqdorida belgilanishi nazarda tutilsa, eng avvalo 3 ta guruh odamlar borligini tushunish kerak. Birinchi guruh hozir pensiya olayotganlar, ikkinchi guruh yaqin 5 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar, uchinchi guruh hozir yosh, lekin rasmiy yoki norasmiy ishlayotganlar. Birinchi guruh, ya'ni hozirgi pensionerlar uchun bunday o'zgarish eng tez seziladi. Masalan, hozir bir odam 2 million yoki 8 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, 6 million so'mgacha oshirish uning hayot sifatini tubdan o'zgartiradi. U har oy dorixonaga borganda qaysi dorini olsam, qaysi birini keyinga qoldirsam deb o'ylamaydi. U kommunal to'lovlarni vaqtida to'laydi. Nabirasiga oddiy sovg'a olib berishga ham qiynalmaydi. Eng muhimi, pensioner o'zini oilaga yukdek his qilmaydi. Ikkinchi guruh, ya'ni pensiyaga yaqinlashayotgan odamlar uchun asosiy masala hujjatlarni tekshirishdir. Masalan, 58 yoshdagi erkak yoki 53 yoshdagi ayol bor. Ular men butun umr ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarda faqat 12 yil rasmiy staj ko'rinishi mumkin. Qolgan yillarda korxona yopilgan, arxiv hujjatlari topilmagan, ayrim davrlar mehnat daftarchasida bor, lekin elektron bazada yo'q. Bunday odamlar hozirdanoq o'z stajini tekshirtirmasa, pensiyaga chiqish jarayonida vaqt yo'qotadi, asabiylashadi, ayrim to'lovlardan kechikib foydalanadi. Uchinchi guruh, ya'ni yoshlar va o'rta yoshdagilar uchun eng katta xulosa shuki, bugungi norasmiy ish ertangi past pensiya degani.
Men oddiy misol keltiraman. 2 nafar 15 yoshli odamni olaylik. Birinchisi rasmiy korxonada ishlaydi. Oyligi 5 million so'm rasmiy ko'rsatilgan. Ikkinchisi ham deyarli shuncha topadi. Lekin rasmiy shartnomasi yo'q. Bugun ikkalasi ham bir xil yashayotgandek ko'rinadi. Lekin 25 yil o'tgach, birinchisining staji badallari rasmiy daromadi bor bo'ladi. Ikkinchisi esa men ham ishlaganman desa ham davlat bazasida uning mehnati ko'rinmaydi. Mana shu farq pensiya vaqtida juda og'riqli bo'ladi. Endi 6 million so'm minimal pensiya masalasini raqam bilan ko'raylik. Agar mamlakatda katta sonli pensionerlar bo'lsa, har biriga minimal 6 million to'lash juda katta mablag' talab qiladi. Masalan, 20 million pensionerga oyiga 6 million so'mdan to'lash 6 trillion so'm degani. Yiliga bu 7 trillion so'm bo'ladi. Agar pensionerlar soni bundan ham ko'p bo'lsa, xarajat ham mos ravishda oshadi. Demak, bunday reformani amalga oshirish uchun iqtisodiyotda kuchli rasmiy bandlik, soliqlar tushumi, byudjet barqarorligi, pensiya tizimining aniq hisobi bo'lishi kerak. Bu yerda kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo rasmiy ishlamayotganlar xavotir olishi kerak. Ikkinchidan, mehnat daftarchasi to'liq bo'lmaganlar xavotir olishi kerak. Uchinchidan, yillar davomida minimal maoshda rasmiylashtirilib, qolgan pulni qo'lda olganlar xavotir olishi kerak. To'rtinchidan, chet elda ishlagan. Lekin O'zbekistonda pensiya tizimiga badal to'lamagan fuqarolar ham o'z holatini oldindan aniqlashtirishi zarur. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy ish stajiga ega, daromadi to'liq ko'rsatilgan mehnat shartnomasi bor. Soliq va pensiya hisoboti yuritilgan odamlar. Lekin men ularga ham butunlay xotirjam bo'ling demayman. Chunki hujjatdagi xato ism sharifdagi harf farqi eski korxona nomining o'zgargani, arxivdagi ma'lumot yetishmasligi ham muammo chiqarishi mumkin. Hayotiy misol, opa 3 yil maktabda ishlagan. U o'ylaydi: men o'qituvchiman, hammasi rasmiy muammo bo'lmaydi. Lekin tekshirilganda 1990 yillardagi ayrim yillar bo'yicha buyruq nusxalari arxivda to'liq emasligi aniqlanadi. Agar opa buni pensiya yoshiga yetganda bilsa, yurib hujjat qidiradi. Agar 2-3 yil oldin bilsa, maktab, tuman xalq ta'limi bo'limi arxiv orqali tartibga keltirishga vaqti yetadi. Yana bir misol, aka 20 yil qurilishda ishlagan. Ustalar brigadasida daromadi yaxshi bo'lgan, lekin rasmiy ish yo'q. Bugun u men oyiga tekis 10 million topaman. Menga pensiya nima qiladi deydi. Lekin 6 yoshga borganda sog'liq avvalgidek bo'lmaydi. Ish kuchi kamayadi, qurilishda ishlash og'irlashadi. Shunda rasmiy staj yo'qligi sababli minimal kafolatlar bilan cheklanishi mumkin. Shuning uchun men bunday odamlarga yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish, rasmiy shartnoma asosida ishlash kabi yo'llarni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Pensiya reformalarida eng ko'p tushunmovchilik bo'ladigan joy bu minimal pensiya tushunchasidir. Ba'zi odamlar buni men umuman ishlamagan bo'lsam ham 6 million olaman deb tushunishi mumkin. Men ekspert sifatida bunday soddalashtirishdan ogohlantiraman. Odatda pensiya tizimida yosh, staj, nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy nafaqa, mehnat pensiyasi kabi turli toifalar bo'ladi. Minimal pensiya aynan qaysi toifaga qo'llanishi alohida hujjatlarda belgilanadi. Ikkinchi nozik nuqta inflyatsiya. Agar minimal pensiya 6 million so'm bo'lsa, lekin narxlar ham tez oshsa, odamning real xarid quvvati kutilgandek bo'lmasligi mumkin. Masalan, bugun 6 million so'mga bir oyda oziq-ovqat, dori, kommunal va transportni qoplash mumkin bo'lsa, 2 yildan keyin narxlar sezilarli oshsa, shu pulning qiymati pasayadi. Demak, pensiya faqat bir marta oshirilishi emas, balki muntazam indeksatsiya qilinishi ham muhim. Uchinchi xavfli joy rasmiy maosh sun'iy past ko'rsatish. Ayrim ish beruvchilar xodimga senga 6 million beraman, lekin hujjatda 2 million ko'rsatamiz deydi. Xodim bugun bunga rozi bo'ladi, chunki qo'liga pul tegmoqda. Lekin ertaga pensiya hisobida aynan hujjatdagi 2 million ko'rinadi. Shuning uchun men har bir tomoshabinga aytaman: maoshingiz to'liq rasmiy ko'rsatilishini talab qilish sizning huquqingiz. Bu ish beruvchi bilan janjal qilish degani emas. Bu o'z kelajagingizni himoya qilish degani. To'rtinchi nozik nuqta: chet elda ishlagan davr. Ko'plab yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Ular yillar davomida yaxshi daromad qiladi. Lekin O'zbekistondagi pensiya tizimiga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Ayrim davlatlar bilan ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuvlar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa chet eldagi ish stajini tasdiqlash murakkab bo'ladi. Shuning uchun chet elda ishlagan odam ish shartnomalari, ruxsatnomalar, soliq to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomalari
tarjima qilingan hujjatlarni saqlashi kerak. 5-masala ayollar staji. Ayollar ko'pincha farzand parvarishi. Uy ishlari norasmiy mehnat sababli rasmiy stajda uzilishlarga duch keladi. Masalan, ayol 10 yil uyda farzand tarbiyalagan, keyin tikuvchilik qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Jamiyat uchun uning mehnati juda katta, lekin pensiya hisobida bu hammasi ko'rinmasligi mumkin. Shu sababli ayollar uchun o'zini o'zi band qilish, rasmiy faoliyat yuritish, mehnat shartnomasi tuzish ayniqsa muhim. 6-masala. Nogironligi bor shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifalar bo'yicha pensiya va nafaqalar alohida tartibda hisoblanadi. Minimal pensiya 6 million so'm deyilganda, nogironlik pensiyasi ijtimoiy nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham avtomatik ravishda xuddi shunday bo'ladi, deb xulosa qilish to'g'ri emas. Har bir toifa bo'yicha qonuniy asos alohida tekshiriladi. Shu bois odamlar eshitgan gap bilan emas, rasmiy qaror, nizom va pensiya jamg'armasi izohi bilan harakat qilishi kerak. 7-xavf firibgarlar. Har qanday pensiya o'shi yoki reforma haqida gap chiqsa, ayrim firibgarlar men sizga pensiyani oshirib beraman, 6 millionlik ro'yxatga kiritaman, hujjatni tezlashtirib beraman deb pul so'rashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Pensiya huquqi tanish bilish bilan emas, hujjat va qonun bilan belgilanadi. Hech kimga qo'lga pul bermang. Har qanday ariza rasmiy davlat idoralari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasi yoki mahalla va tegishli tashkilotlar orqali berilishi kerak. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z rasmiy stajingizni tekshiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, elektron davlat xizmatlari orqali mavjud ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Sizning ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotlaringiz. JSSHIR raqamingiz to'g'ri kiritilganini tekshiring. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tartibga keltiring. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi yozuvlar o'qilishi, muhrlar ko'rinishi, ishga qabul qilish va bo'shatish sanalari aniq bo'lishi kerak. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, shu bo'yicha tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar daftarchada xato bo'lsa, uni oxirgi ish joyingiz yoki arxiv orqali qonuniy tartibda tuzatish zarur. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotnoma yig'ing. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda arxivga murojaat qilinadi. Arxivdan ishga qabul qilinganlik, lavozim, ish davri, maosh bo'yicha ma'lumotlar so'raladi. Arizangizda ism-sharifingizni, tug'ilgan yilingizni, korxona nomini, taxminiy ishlagan davringizni aniq yozing. 4-qadam, rasmiy maoshingizni tekshiring. Ish beruvchingiz sizga qancha pul berayotganini emas, hujjatda qancha ko'rsatayotganini biling. Agar sizga 5 million berib, rasmiy biri 5 million ko'rsatsa, bu sizning pensiyangizga zarar. Buni muloyim, lekin qat'iy tarzda muhokama qiling. Mehnat shartnomasi talab qiling. Oylik hisob varaqalarini saqlang. Bank kartasiga tushgan maosh izlarini yo'qotmang. 5-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashish yo'lini toping. Agar siz taksichilik qilsangiz, tikuvchilik qilsangiz, usta bo'lsangiz, uyda xizmat ko'rsatsangiz, onlayn savdo qilsangiz yoki buyurtma asosida ishlasangiz, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki shartnoma asosida xizmat ko'rsatish variantlarini o'rganing. Bugun kichik badal to'lash ertaga katta huquq beradi. 6-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Ko'p farzandlar ota-onasi pensiya olayotganini biladi, lekin ularning pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha huquqlari bormi? Staj to'liq inobatga olinganmi? Bilmaydi. Agar otangiz yoki onangiz uzoq yillar ishlagan bo'lsa, lekin pensiyasi juda past bo'lsa, qayta hisob-kitob qilish imkoniyati bor yo'qligini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va pensiya hisob-kitobini tushuntirib berishni so'rang. 7-qadam, ariza yozishni o'rganing. Og'zaki gap bilan ko'p narsa hal bo'lmaydi. Murojaatingizda kimga yozayotganingizni, o'zingizning to'liq ma'lumotingizni, masalaning mazmunini, nimani so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, mening mehnat stajim bo'yicha 1998-2003 yillar oralig'idagi ish davri hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Qabul qilinganligi haqida belgi oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlang.
8-qadam hamma hujjatni bitta papkaga joylang. Pasport nusxasi, JSS mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, farzand parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnomalar, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, bank ma'lumotlari, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy maqom bo'yicha hujjatlar alohida saqlansin. Men ko'p ko'rganman, odam haq, lekin hujjati yo'q. Hujjat yo'q bo'lsa, haqni isbotlash juda qiyinlashadi. 9-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya reformasi haqida Telegramdagi mish-mishlar, qo'shnining gapi. Bozordagi suhbatga tayanmang. Qonun, prezident qarori, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi izohi, bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralarning e'lonlariga qarang. Agar minimal pensiya 6 million so'm bo'yicha aniq tartib joriy qilinsa, unda kimlarga, qachondan, qanday shartlar bilan qo'llanishi rasmiy hujjatda yoziladi. 10-qadam pensiyani faqat davlatdan kutiladigan pul deb qaramang. Men har doim moliya rejalashtirishni ham tavsiya qilaman. Imkoningiz bo'lsa, kichik bo'lsa ham jamg'arma qiling, kasb hunarni yangilang, sog'lig'ingizga e'tibor bering, qarz yukini kamaytiring. Chunki yaxshi pensiya muhim, lekin insonning keksalikdagi barqarorligi faqat bitta manbaga bog'lanib qolmasligi kerak. Bugun men sizga pensiya reformasi va minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi masalasini hissiyot bilan emas, amaliy tomondan tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, bunday o'zgarish pensionerlar hayotini yaxshilashi mumkin. Lekin har bir odam o'z hujjatini, stajini, rasmiy maoshini va huquqlarini oldindan tekshirishi shart. Pensiya masalasida eng katta xato bu keyin ko'ramiz deyishdir. Keyin kech bo'lishi mumkin. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ishlang. Agar pensiyaga yaqin bo'lsangiz, hujjatlaringizni bugundan tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning pensiyasi to'g'ri hisoblanganini aniqlang. Agar chet elda yoki norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ertangi kuningizni hozirdan o'ylang. Sizningcha O'zbekistonda minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi kerakmi? Bunday reformani qanday amalga oshirish mumkin deb o'ylaysiz? Fikringizni albatta izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya mavzusi faqat keksalar mavzusi emas. Bu har birimizning kelajagimiz mavzusi.